Dilfuza kutib qolmadingizmi? Keldingizmi? Nimani hidi kelyapti? Yangi atir oldim, yoqmadimi? Bu adikalon sepkamizning-cha sassiq. Qorat, ne qimmat pulga oldi? Aldashibsiz, yuringman, zo'r joyga olib boraman. Ish. Mana Mardon aka, hozirgi trend bo'lagan atirlarni faqat chetdan topasiz. Buning ustiga 8-apreldan 15-aprelgacha skidka ketyapti ekan. Zo'r-ku. Mardon aka, bu yerdagi atirlar o'z boshqa joyga qaraganda ancha arzon. Ya'ni Atom atirini 210 ming edi, skidkada 190 ming so'mdan sotishyapti ekan. O, Dilfuza 0.20 ga ham skidka bo'layotganmi? O'zi buni narxi 143 ming, skidkada 125 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Go'zal opa-singillarimiz shuna bu yerda bir dunyo atir bor ekan, bularni ham skidka qilishibdi. Masalan, Secret Pinkda 142 ming so'mdan, skidkada 125 ming so'mdan olasiz. Yonida dezodoranti bor, Pink Trends atirini xarid qilsangiz, 140 ming so'm, bas 120 ming so'mga olasiz. Xullas, bu yerda har bir odamning didiga mos keladigan atirlarni topishingiz mumkin. Aksiyaga tushgan atirlarning narxlarini opsiyaga yozib qo'yamiz, kirib bemalol tanishishlaring mumkin. Xullas, bu yoqimli xaridlar, aksiyalar qilishdan charchamayapti. Bu yerga kelib xohlagan mahsulotlaringni arzon narxlarda xarid qilishlaring mumkin. Aksiya yoqimli xaridlarining barcha filiallarida amal qiladi.